O'zbekistonliklarning 25% dan ko'prog'i to'y o'tkazish uchun qarz oladi. Tasavvur qilyapsizmi? To'yga rejalashtiradigan yoki amalda sarflaydigan mablag'larimiz ko'pincha 50 million so'mdan 100 million so'mgacha yoki hatto undan ham ko'proqni tashkil qiladi. Ayrimlarimiz esa to'yga deb bankdan kredit olamiz. Keling, ochiq statistika bilan gaplashamiz. O'zbekistonda aholining 30% dan ortig'i kamida bitta kredit olgan bo'lsa, ularning 27% da 2 yoki undan ko'p kredit bor. Eng yomoni shundaki, bu kreditlarning deyarli yarmi oylik daromadining yarmidan ko'pi qarzni to'plashga ketadigan odamlarga berilgan. Xalqimiz uchun oilaviy marosimlar va urf-odatlar muhim ahamiyatga ega, ammo to'ylardagi ortiqcha sarf-xarajatlar, dabdababozliklarni me'yordan oshirib yuborayotganimiz ham ayni haqiqat. Nega biz yillar davomida misqollab yig'gan mablag'larimizni bir kunlik to'yga sovurib yuboryapmiz? Dabdabali to'y qilishga asl sabab nima o'zi? Bu ulkan moliyaviy yuk mavjud daromadlarimizga mutlaqo mos kelmaydi va bizni qarzga botirib yuboradi. Bu esa o'z navbatida yangi turmush boshlayotgan oilalar yoki ota-onalarimizning moliyaviy barqarorligiga jiddiy xavf tug'diradi. Yaqinda to'y masalasi bo'yicha o'tkazilgan so'rovnomada to'yga katta xarajat qilishga nima sabab bo'ladi degan savol o'rtaga tashlandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, aholi ko'pincha shaxsiy istaklardan ko'ra tashqi omillarni asosiy sabab qilib ko'rsatgan. Ya'ni jamiyat bosimi va elga to'y berishni qat'iy majburiyat deb bilish. Bu to'y madaniyatimizda ommaviy tadbir sifatida qanchalik chuqur ildiz otganini ko'rsatib turibdi. Uyat bo'ladidan qo'rqish va yuzimiz yerga qaramasin degan istak oilalarni o'z imkoniyatlaridan ortiqcha xarajatlarga majbur qilyapti. Albatta, sabablar orasida yoshlarning va ota-onaning orzu-havasi ham bor. Ko'pincha katta avlod hashamatli to'y o'tkazishda qat'iy turib oladi va ular bu orqali qarindoshlar hamda jamiyat oldidagi burchini ado etayotganini his qiladi. Qolaversa, Xudo tomonining talabi ikki oilani kim o'zlariga harakat qilishga undaydigan yashirin musobaqa hisoblanadi. Qizig'i shundaki, to'y qanday bo'lishi kerak degan savolga aksariyat odamlar kamtarona yoki o'rtacha, yaqinlar davrasida deya javob beradi. Dabdabali to'y qilishni afzal bilguvchilar esa kamchilik. Ammo amalda to'yi bo'lgan ba'zilar dabdabali to'ylar bu shunchaki keraksiz stress va qarzlarga sabab bo'layotganini ta'kidlab, sarflangan pullariga afsuslanishlarini bildiradi. Xo'sh, hamma buni bilsa, to'yni rejalashtirishda qayerda xato qilyapmiz? To'yni tashkil qilishdagi eng asosiy jarayon bu budjetni to'g'ri rejalashtirishdir. O'zbek oilalarida bu masala bilan asosan ota-onalar shug'ullanadi va so'nggi qarorni ham ular qabul qiladi. To'ylarimizni yaqin qarindoshlarimizning aralashuvisiz ham tasavvur qilib bo'lmaydi. Negaki mashhur o'zbek filmida aytilganidek, to'y to'ydek bo'lsin, mahallada duv-duv gap bo'lsin deyman. Nechta qo'y oldingiz? Bitta qo'z olgan. Ovozingizni o'chiring. Ha, 10 ta qo'y nima bo'ladi? Dushmanlarim alamidan kuyib o'lsin deyman-da. Olgan qo'ylaringiz semizginami? Ha, ko'pchiligimiz uchun to'y juda muhim va unga pulni ayamaymiz. Ammo to'y uchun kredit va qarz olishdan oldin keling, iqtisodiyotdagi bir nechta oddiy qoidalarni tushunib olaylik. Birinchi tushuncha: to'y bu qaytmaydigan xarajat. Iqtisodiyotda likvidlik degan atama bor. Bu tovarning qanchalik oson va tez sotilishini, ya'ni pulga aylanishini bildiradi. Likvid tovar uchun qarz olish xavfsizroq, chunki zarurat tug'ilganda uni sotib, qarzdan qutulish mumkin. Masalan, yangi iPhone olsak va ertasiga pul kerak bo'lib qolsa, uni biroz arzonroqqa bo'lsa-da bemalol sota olamiz. Mashina, tilla buyumlar va uy ham ana shunday. Lekin to'y deyarli nol likvidlikka ega. To'y budjetining asosiy qismi xizmatlar va oziq-ovqatdan iborat. To'ydan keyin narxini tushirib bo'lsa ham sotishingiz mumkin bo'lgan yagona narsa bu balki kuyovlik kostyumidir. Likvid bo'lmagan narsa uchun kredit olish bu to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy savodsizlik emasmi? Moliyaviy savodxonlikning asosi budjetdagi teshiklarni topish va xarajatlarni farqlay olish. Xarajatlar asosan 3 ga bo'linadi. Bular majburiy xarajatlar, ixtiyoriy xarajatlar va jamg'arma xarajatlar. Majburiy xarajatlarga
oziq-ovqat, kommunal, ijara va dori-darmon kabilar kiradi. Keyingisi ixtiyoriy xarajatlar. Unga o'yin-kulgu, sayohat, 10 sumka va boshqalar kiradi. To'y ham aslida shunga kiradi, lekin biz uni majburiy deb o'ylaymiz, lekin u aslida ixtiyoriy xarajatdir. So'nggisi esa jamg'arma xarajatlari bo'lib, bular kelajakda daromad keltiruvchi sarmoyalar hisoblanadi. Agar haqiqatan ham qimmat, ammo likvid bo'lmagan to'yga pul sarflamoqchi bo'lsangiz, buni faqat o'z pulingizga yoki yig'ilgan to'yona evaziga qiling, lekin qarzga emas. To'y aktiv emas, u boyligimizni oshirib qo'ymaydi. Aktiv kelajakda pul yoki foyda keltiradigan narsa aslida. Deylik, mashina vaqtni tejasa, kvartira ijaradan daromad beradi. O'quv kursi esa yangi kasb orqali pul topishga yordamlashadi. Bular aktiv degani. Ammo to'y sof xarajat hisoblanadi. Biz to'y tushunchasini oila tushunchasi bilan adashtirib yubormasligimiz kerak. Er-xotin bir-biriga yordam berib birgalikda barqarorlik yaratishi bu oila va u haqiqiy aktivdir. To'y dabdabasi va oila totuvligi o'rtasida hech qanday bog'liqlik yo'q. To'y qanchalik dabdabali bo'lmasin, bu nikohning mustahkam bo'lishini kafolatlamaydi. Yildan yilga ko'payib borayotgan ajrimlar soni fikrimizga yaqqol misoldir. Xulosa o'rnida shuni aytmoqchiman. Agar yuqoridagi iqtisodiy qoidalarga amal qilsak, hech kimdan qarzdor bo'lmaymiz. Na bankdan, na qarindoshdan. Miyamizni qarz to'la stressi bilan band qilmaymiz. Eng muhimi, pul yig'ish odatini shakllantiramiz. Moliyamizni boshqarishni, tejashni va to'g'ri sarmoya qilishni o'rganamiz. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Izohlarda yozib qoldiring. Siz to'yingizga qancha sarflagansiz yoki qancha sarflamoqchisiz? Umuman, to'yni qanday o'tkazish kerak deb hisoblaysiz? Fikrlaringizni kutib qolamiz.